Assalamu alaikum. Bir ayga yaqin vaqt bo'lib qolibdi. Men nahmadan taqatmag'li. Bugundan boshlab yana har kun 1 soatlik nahmadan tarqatishni boshladim deb o'yladim. Ona qolsa, kitob o'qishdan boshlaydi yana. Bismillahirrahmanirrahim. Bu qatam Tafsir Cevherleri kitabımızın 3. tomundan 161. betden başlap okuyman. Şeksiz ki haraq ichish, qimar o'ynash, putlarga cho'qinish, mayli pol o'qlari bilan bo'lsin, mayli boshqa narsalar bilan bo'lsin, pal silish, rostlash shaytonning ishi va paskana qiliqlardir. Haraq ichish bilan qimar o'ynash yerginishlik ijtimoiy illat bo'lganlikdan bu ikkisini aql va din ikkisi birdek rad qiladi. Chunki bular shaytonlarning insonlarni azdirish qurolidir. Iymon etganlar, mangulik baxtga va haqiqiy nijotlikka erishishinglar uchun shaytonning bu paskana ishlarini qat'iy tashlanglar. Bu ishlardan yiroq turinglar. Chunki haraq bilan qimar diniy, ijtimoiy va iqtisodiy tarafdan ziyonli bo'lgan eng xatarli illatlardir. İctimai taraftan İslam'da şeytan sizlarni haraq ichish ve qimar o'ynash önleş arqılıq aranlarga düşmanlik, urush, o'chmanlik qatorliqlarni silishni xohlaydi. Aranlardagi adamgarchilikni, do'stlikni va inoqlikni yo'q qiladi. Ahvollarni bulg'aydi, dunyolarni qaraytidi. Halbuki İslam dini sizlarning o'zaro qarindoshlardan bo'lgan holda baxtli, xotirjam hayot kechirishinglarni xohlaydi. Haraqning ziyonlarini va halokatlarini ko'p so'zlab o'tirishga hojat yo'q. Chunki zamonimizda har kim uning ziyonlarini obdan biladi. Haraqning aqlli kishilarni qarg'a kelmas qilib qo'yayotganligi, insoniyatni ko'plagan halokatlarga itirayotganligi hammaga ayon. Şuna haraq arab tilida xamir, ya'ni yo'g'ig'ichi, pardalag'ichi, yopqichi deb atiladi. Chunki u aqlni yo'g'aydi va yopadi, ondan yo'q qiladi. İnsanning aqli zaiflashgan yoki yo'qolganda u hayvon qilmaydigan razil qiliqlarni qiladi va o'zini eng past o'ringa tushirib qo'yadi. Endi qimarga kelsak, qimar utish va utirish orqali ishlamay pul topadigan yoki puldan ayrilib qoladigan ish bo'lganligi uchun u islom dinining ko'rsatmalariga zid keladigan pul tepish yo'li hisoblanadi.
Yana bir tarafdan qimor uni o'ynagan do'stlarni bir-biriga dushman qildigan, ularning orasida o'chmanlik va adovatlarga yo'l ochirgan bir ijtimoiy illatdir. Qimorning iqtisodiy tarafdan elib keladigan ziyonlarini va halokatlarini tasvirlab bo'lish qiyin. Qanchilgan oilalarning buzilganligi, bolalarning yetim bo'lganligi, ota-onalarning zar-zar qaqshiganligi va qimorvozlarning eng razil, past va eng nimrat insonlarga aylanib qolganligi bu deganlarimizni isbotlab turibdi. Qimorning diniy tarafdan keltiradigan xatarlariga kelsak, uning eng chong xatarlaridan biri shuki, kishilarni gunoh ma'siyatlarga botirish, ularning dillarini qaraytish, nafsini bulg'ash va g'aflat qoldirish orqali ularni Alloh taolodan yiroqlashtirib yetadi. Alloh taoloning zikrini unutildirdi. Aniqki, Alloh taoloni yod etish, uning ne'matlarini esga olish va unga shukr qilish dillarni yashartiradigan, nafslarni poklaydigan ma'naviy quvvatdir. Qimor insonlarni shundoq ma'naviy quvvatdan mahrum qiladi va ularni Alloh taoloning zikridan to'sidi emasmi? Shaksizki, haroq bilan qimor kishilarni dinning asosi bo'lgan namozdan to'sidi. Chunki haroq ichib aqlini yo'qotgan biri bilan qimorga umrini sarf qilgan biri qandoqmi yaxshilik yo'llariga qadam bossin va qandoqmi namozlarni vaqtida o'qisin. Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etgan, qalblari iymon bilan bezalgan kishilar. Bunchalik aniq va ochiq bayondan keyin endi haroq bilan qimorni tashlamamsizlar? Bu yomon yo'ldan yanmamsizlar? Qur'on Karimning arabiy ustunligini biladigan kishilarga ayonki, sizlar endi haroq bilan qimordan yanmamsizlar degan oyat intayin fasohatlik va badiiy usulda kelgan. Alloh taoloning haroq bilan qimorni paskini qiliq, shaytonning ishi deb atab, bu ikkisini butlarga cho'qirish bilan palsilashga o'xshatganligi bu ishlarning gunohining bir-biridan qilishmaydigan darajada og'ir gunohlar ekanligini ko'rsatadi. Hammaga ma'lumki, butlarga cho'qinish bilan palsilish eng nachar xurofotlik va eng yomon imonsizlik bo'lsa, haroq ichish va qimor o'ynashmi eng og'ir gunoh va eng yomon paskinilikdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: La'nallohul hamra va sharibaha va saqiyaha va ba'iyaha va mubta'aha va asiraha va mu'tasiraha va hamilaha val mahmulata ilayh. Ya'ni Allah haroqqa, uni ichkichiga, qo'yib berguchiga, sotquchiga, setib olguchiga, yasug'uchiga, yasatquchiga, to'shig'uchiga va to'shitquchiga la'nat qildi. Alloh taolo insonlarning dunyo va oxiratda baxtga erishishini haroq bilan qimordan yiroq turishga bog'lagan va bu ikkisini dushmanlik, o'chmanlik va barliq jadallarning manbasi qilib ko'rsatgan. Iymon etganlar, Alloh taoloning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yiroq turish orqali uningga to'liq itoat qilinglar. Alloh taoloning va uning payg'ambarining amriga muxolifatchilik qilishning yomon oqibatidan hazar aylanglar. Bundaq tafsiliy nasihatdan keyin yana sizlar haqiqatga qaytishdan bosh tortsanglar, buning vabolini o'zinglardan ko'ringlar. Bilinglarki, elchimiz Muhammad alayhissalomning mas'uliyati kishilarga dinni tushunishlik qilib yetkazishdir. Bizning ishimiz bo'lsa, sizlardan hisob olishdir. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah. Ya'ni o kunda bir odam yana bir odamga qilch yordam berolmaydi. O kunda hukm qilish tamoman Alloh xosdir. Yuqorqi paskini qiliqlari harom qilinishdan burun o'lganlar qilmishlari uchun jazoga tortilmaydi. Chunki dinimizda iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar agar haromdan saqlansa, iymonida ching turib yaxshi amallarni qilsa, ondan haromdan davomli saqlanib iymonida ching tursa, ondan haromdan izchil turda saqlansa va yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, ularning harom qilinishdan ilgari yegan ishganlarida ularga hech gunoh bo'lmaydi deydigan prinsip bor. Bu prinsipga asosan Hamza raziyallohu anhu qatorliq sahobalarga o'xshash haroq va boshqa narsalar harom qilinishdan ilgari shahid bo'lib ketganlar, harom qilinishdan ilgari iste'mol qilgan narsalar sababli javobgarlikka tortilmaydi. Shaksizki, Alloh taolo din va dunyolik har qanday ishni qatir qilib mukammal qiladigan kishilarni yaxshi ko'radi. Haroq bilan davolanish masalasi. Payg'ambar alayhissalom haroq bilan davolanish to'g'riliq innahu laysa bidava valakinnahu da'un. Ya'ni u shifo emas, balki kasaldir degan. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu haroq to'g'risida innalloha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum. Ya'ni Alloh sizlarning shifoinglarni harom narsalar qilgan emas degan. Zamonimizdagi meditsina olimlari haroq bilan davolash zarur bo'lib qolgan bir kasal yo'qdir degan fikrda birdakdir. Payg'ambar alayhissalomning u shifo emas, balki kasallikdir degan so'zining to'g'riligini hozirgi meditsina isbotlamoqda. Chunki haroq ko'plagan kasallikni paydo qilgan narsa bo'lib, har yili dunyoda nurg'ulg'an kishilar haroq sababidan o'lib ketmoqda.
İslam qonuni icra qilingan joylarda aroq ichgan odamga shariatda 40 darra qamchi urish belgilandi. Ba'zi rivoyatlarda 80 darra deyilgan. Payg'ambar alayhissalomning aroqkashni 40 darra urishga buyurganligi rivoyat qilindi. Har holda aroqkashning jazosi 40 darradan oz, 80 darradan ko'p bo'lmaydi. Aroqkashning oxiratdagi jazosi do'zaxga kirishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Salasatun qad harramallohu alayhimul janna mudminul khamri val aqu vad-dayyus." Ya'ni 3 xil kishiga Alloh jannatni harom qildi. Ular aroqkash, ota-onasini qaqshatquchi va oilasini kullamaydigan dayyus odamdir. Pul utish yoki uttirishga o'ynagan o'yinlarning hammasi qamarning hukmida bo'lib, hammasi haromdir. Pul tikib o'ynaydigan o'yinlarning hammasi shundaqla kishilarni Alloh taoloning zikridan, xususan namozdan to'sadigan, mashg'ul qiladigan, g'aflatga qo'yadigan, kishilar orasida dushmanlik, jidal majro paydo qilgan har qanday o'yin xuddi qimorga o'xshashla haromdir. Kishini iqtisodiy yoki ijtimoiy va yoki diniy va axloqiy jihatlardan ziyonga uchratadigan nasha, apyun va xroyonga o'xshash chekimlik va yoki ichimliklarning hammasi xuddi haroqqa o'xshashla haromdir. Buningni barliq islom ulamolari birdek qarashdadir. Muhim nuqtalari: aroq bilan qimor insonlar jamiyati uchun turli baxtsizliklarni olib keladigan yomon narsalar bo'lganlikdan Alloh taolo bu ikkisini qat'iy ma'no qilgan va bu qiliqlarni burunqi buddist arablarning butlarga cho'qinish va pal o'qlar bilan palsilishdek eng yomon qiliqlar qatorida ayblagan. Ikkinchi, farzandlarni aroq bilan qimorning tuzoqlariga tushib qolishdan hamisha ogohlantirib turish va ularni aroq ichirgan yoki qimor o'ynaydigan kishilarga qat'iy aralashtirmaslik ota-onalarning muhim burchidir. Uchinchi, Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilish musulmonlikning talabidir. To'rtinchi, Alloh taolo din va dunyoda har qanday ishni qadr qilib, voyaga yetkazib qiladigan kishilarni yaxshi ko'radi. Ularga yordam qiladi. Ihramda turib ovlashning jazosi. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullohu bi shay'in minas saydi tanaluhu aydikum va rimahukum liya'lamallohu man yakhafuhu bil ghaib. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم سير البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سير البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Tercümesi 94. ayet. Ey iman etqanlar, xilvatda Allohdan qo'rqadiganlarni ayirish uchun Alloh sizlarni qo'linglar va nayzanglar bilan ovlanadigan as-sura ov bilan cho'qim sinaydi. Kimki bundan keyin haddan oshsa, ya'ni ihramda turib ovlasa, uningga qattiq azob bor. 95. ayet. Ey iman etqanlar, sizlar ihramda turib hayvonlarni o'ldirmanglar. Sizlardan kimki uni qasddan o'ldirdigan qilmishning jazosini tetish uchun uning jazosi adolatli ikki kishining baholishi bo'yicha yiliq o'ldirilgan ovga teng kelgudek chorvadan birini Ka'baga elib berib qurbonlik qilishdir. Yoki kafarat berish yuzasidan miskinlarga taom berishdir. Yoki har bir miskinga berilgan taomning baravariga bir kun ro'za tutishdir. Ihramda turib o'ldirgan burunqi gunohlarni Alloh afv qildi. Kimki bu gunohni qayta o'tkazsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir, gunohkorlarni jazolag'uchidir. 96. ayet. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlarini tutish va ularni yeyish halol qilindi. Sizlar ihramda bo'lgan vaqtinglarda quruqliq hayvonlarni ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar dargohiga to'plangan Allohdan qo'rqinglar. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda musulmonlarga pok narsalarni halol qilganligini, paskin narsalarni iste'mol qilishni harom qilganligini bayon qilgandan keyin bu oyatlarda ihramda turib ovlashning haromligi va uning jazosini bayon qiladi. Tafsiri. Ey Alloh taologa va uning payg'ambariga chin qalbidan iymon etganlar. Ashkor va yoshirin hamma holatda, hatto xilvatdami Alloh taolodan qo'rqadigan haqiqiy mu'minlarni ayirib chiqish uchun Alloh taolo sizlarni ov bilan sinaydi. Ya'ni ovliqli bo'ladigan quruqliq hayvonlar bilan sinaydi. Ma'lumki sizlar quruqliq hayvonlarni goh qo'linglar bilan, goh nayza yoki o'qya bilan ovlaysizlar.
Onun go'shti to'liqmi lazzatlidir. O ovlash xushallanarli ish bo'libmi safarda bo'lgan vaqtlarda o odamning ko'ziga bekmi chiroyli ko'rindi. Iymon etganlar. Alloh taolo sizlarni ehromdagi vaqtinglarda yoki haramning chegarasi hududi ichida bo'lgan chig'inlarda quruqliq hayvonlarni ovlashdan ma'ni qiladi. Ammo ehromdagi kishilarning dengiz hayvonlarini tutishida hech bir gunoh yo'q. Ehromda bo'lgan vaqtinglarda quruqliq hayvonlarni ovlashdan ma'ni qilish Alloh taoloning sizlarni cho'ng bir sinoqdan o'tkazganligidir. Alloh taolo bu sinoq orqali haqiqiy taqvodor mo'minlar bilan o'zlarini taqvodor qiyofatda ko'rsatishga urinib kelayotgan bir qism munofiqlarni ayirib chiqadi. Chunki mo'minlar oshkor va yoshirin hamma holatda Alloh taolodan qo'rqadi. Ammo munofiqlar Alloh taolodan emas, balki kishilardan qo'rqadi va ulardan hayo qiladi. Aslida hammadan bek hayo qilishga tegishli zot Alloh taolodir. Iymon etganlar, unutmanglarki, Alloh taolo shunday sinoqlardan o'tkazish orqali sizlarni gunohlardan va kamchiliklardan pok qilishni, sizlar Alloh taologa itoat qilgan muddat ichida sizlarga ato qiladigan ne'matlarni to'liqlab berishni xohlaydi. Bu bayondan keyin kimki haddidan eshib ehromda turib yoki masjidi haromning chegarasi ichida turib quruqliq hayvonlarni ovlaydigan, uningga oxiratda qattiq azob bor. Qalbi iymon yerlashgan, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qilgan va Qur'oni Karimning Alloh taoloning so'zi ekanligiga chin ishonib iymon etgan kishilar. Sizlar haj yoki umra qilish uchun ehrom bog'lagan yoki ehrom bog'lamagan bo'lsanglarmi, haromning chegarasi ichida bo'lgan vaqtinglarda ovlamanglar. Bu haj va umra ibodatlarining va haromning hurmatini saqlash ham ulug'lash uchundir. Chunki u joy ham insonlar uchun hamda barliq jonliqlar uchun xotirjamlik va amonlik o'rnidir. Yuqori aytilganlar Makkaga xos hukmlardir. Ammo Madinaga kelsak, Hanafiy mazhabining qarashicha Madinada ovlash, dal-daraxtlarning shoxlarini kesish ma'ni qilinmaydi. Ammo Shafiy va Maliki mazhablarining qarashicha yuqorqi hukm Madinani o'z ichiga oladi. Shunga Madinada ovlash, dal-daraxtlarning shoxlarini kesish ma'ni qilindi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Allahumma inna Ibrohima harrama Makkata faja'alaha harama. وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يحرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تحبط فيها شجرة إلا لعلف. Yani Allah İbrahim Mekke'nin kan töküş çeklengen cay kıldı. Ben bu Medine'ni onun iki tığının arasında kan töküşü bulmaydıgan cay kıldım. Onunda urush qilish qurol ko'tarilmaydi. U yerda qon to'kilmaydi. Uning daraxtlari kesilmaydi. Faqat uloqlarga yem qilish uchun kesib bo'ldi. Bu masalada Shafiy, Maliki qatorliq mazhablarning qarshi kuchlidir. Sizlarning kimki o hayvonlardan birarsini qasddan o'ldirsa, u hayvonga teng keladigan hayvon topilsa, cho'ngliqi va shakli jihatdan uning o'xshaydigan birini, agar uningga teng keladigan hayvon topilmasa, uning narxini, ya'ni qiymatini jazo o'rnida faqirlarga berishi lozim bo'ldi. Shuni bilish kerakki, ovlisda jazo keladigan jonliqlar ikki xil bo'lib, ular to'rt putli hayvonlar bilan qushlardir. Ovlangan to'rt putli hayvon uchun jism va shakl jihatdan uning o'xshaydigan bir hayvonni jazo hisobida sadiqa berish lozim. Masalan, ehromda turib to'yga o'qishni ovlagan kishining bir to'yga, yovishak ovlagan kishining bir kala, kiyik ovlagan kishining bir qo'y yoki bir o'chki berishi lozim bo'ladi. Buning o'xshagan misollar fiqh kitoblarida bayon qilingan. Birer uçarlıqni ovlagan kishi uning jazosi uchun uning qiymatini to'lashi lozim. Ammo Makkaning kaptarlarining hukmi boshqacha bo'lib, Makka kaptarlaridan birini ovlagan kishining bir qo'y yoki bir o'chki berishi lozim bo'ladi. Yuqorqi oyat shuni ifodalaydi-ki, bilib turib qasddan bir hayvonni o'ldirgan kishiga jazo keladi. Hadislarning ro'yiga asosan, savallikdan o'ldirib qo'ygan kishiga jazo keladi. Oyatda ovlash ma'ni qilingan hayvon go'shti yeyiladigan har qanday yovvoyi hayvonlardir. Ammo uy hayvonlarini, yirtqich hayvonlarni, hasharat, qağa, yılan, g'aljirit va chashqonga o'xshagan go'shti yeyilmaydigan jonliqlarni o'ldirishda jazo yo'qdir. Imom Malik bo'ri, shir, yo'lbars qatorliqlarni g'aljiritning hukmiga kirgizgan. Sizlardan kimki hayvonlarni qasddan o'ldirsa, o'ldirganga o'xshash bir hayvonni jazo hisobida to'laydi. Bu masalada aranglardan adolatlik va bilimli ikki mo'min kishi hukm chiqarildi. Adolatlik va bilimli ikki kishining hukm chiqarishni shart qilishning hikmati shuki, ovlangan hayvon bilan uningga jazo hisobida to'lanadigan hayvonning tanglash bo'lib bo'lmaganligini bekitish zamonimizda hamma odamning qo'lidan kelmaydigan bir ishdir. Chunki zamonimizda burun ko'rib boqmagan har turli hayvonlarni tanishga boshladik.
o'xshashini topolmaydigan hayvonlarni ovlaganlikning jazosi uchun uning qimmatini to'lash belgilandi. Ovlangan hayvonning o'xshashini to'lashda uni haramga ilib kelib bo'g'izlab Makkaning peqirlariga tarqatib berish lozim. Demak, ehrom ichida yoki haramning chegarasi ichida turib, o ovlagan kishining ovlagan narsiga teng keladigan bir hayvonni jazo hisobida to'lishi yoki kafarat to'lishi lozim bo'ladi. Kafarat mundoq bo'ldi. O'ltirgan hayvonning qiymatini taomga sundirib baholaydi. Ondan har bir beqirga bir mud, ya'ni taxminan 508 grammdan taom tarqatib beradi. Yoki berolmasa, har bir mud uchun bir kundan ro'za tutadi. İmam Azamning qarashicha o'ldirilgan hayvonning o'xshi tepilsin yoki tepilmasin, oldi bilan o'ldirilgan shu hayvonning qiymati baholandi. Oyat mundaq qilishni to'smaydi. Alloma ibn Jarir Tabari ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ihrom ichidagi kishi biror hayvonni o'ldirgan bo'lsa, u shu qilmish uchun jazo to'lashi lozim bo'ldi. Kiyik yoki shunga o'xshaydigan bir hayvonni o'ldirgan bo'lsa, Makkada bir qo'yni qurbonlik qilib, Makkaning peqirlariga tarqatib berishga, buni qilolmasa 6 peqirga bir vaqt taom berishga, buni qilolmasa 3 kun ro'za tutishga buyurildi. Alloh taolo oxirida deydiki, biz bu jazoni faqat bu qilmishni sodir qilgan kishining o'z qilmishining jazosini tetishi uchun buyurdik. Chunki u ihrom ichida turib, o ovlash orqali ihromning hurmatini dafsana qilgan bo'ldi. Bu oyat nozil bo'lishidan ilgari o'tkazilgan gunohlarni Alloh taolo kechirib etdi. Ammo bundan keyin kimki bu gunoh ishini qayta sodir qilsa, Alloh taolo oxiratda uni qattiq jazolaydi. Ey musulmonlar, suv hayvonlarini mayli ular tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin, mayli do'lqin qirg'oqqa etib etgan hayvon bo'lsin, tutib yeyish sizlarga haloldir. Dengizda o'lgan hayvonlar haloldir. Dengizning suvi pokdir. O ehromdagi kishilar, ehromdagi kishilar, Alloh taolo dengiz hayvonlarini sizlarning va yo'lovchilarning foydalanishi uchun halol qilib berdi. Ehrom ichida bo'lgan muddatinglarda quruqliq hayvonlarini va uchar qanotlarni ovlash sizlarga harom qilindi. Ammo boshqalarning ovlaganlarini yeyish sizlarga haloldir. Shuningdek, ehrom bog'lamagan va haram chegarasining sirtida bo'lgan vaqtinglarda quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga haloldir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Saydul barri lakum halal, ma lam tasiluhu aw yusad lakum. Ya'ni sizlar ihrom ichida turib ovlamagan yoki sizlar buyruq ovlatmagan, ya'ni ihrom bog'lamaganlar o'zlari ovlagan quruqliq hayvonlari sizlarga haloldir. Sizlarni huzuriga to'plab, andin bu dunyoda qilgan etganlaringlardan tafsili hisob oladigan Alloh taoloning amr farmonlariga osiylik qilishning oqibatidan hazar aylanglar.
you might be one of us. If you've never broken a single bone, you might. A legacy of aggression. 9-year-old Helen. Oh. Nine-year-old Helen stood in front of a mirror one day and took vicious cuts from her dark locks, leaving herself nearly hairless in the front. When Helen's mother, bewildered and alarmed, demanded to know what that behavior had been about, the child aimed the sharp end of the scissors at her and screamed insults. 15-year-old Emily was sent by her mother to see me because she was cutting and slashing herself. Her attacking impulses were directed not just against herself. Nothing and no one escaped her seething sarcasm and hostility, except her friends. She even mocked the titles on my bookshelf. Although I found her witticisms refreshing and her intelligence impressive, it was hard to stomach the way she trashed her parents and her younger brother. Mercilessly critical, she badmouthed them incessantly. Her hostility was unrelenting. Helen's parents are friends of mine. In the year prior to this unexpected outburst of aggression from their daughter, they had gone through a very difficult period in their marriage. Their time and energy had been absorbed by their relationship troubles, leaving Helen to scrooge for emotional contact from her peers where she was unsuccessful. As Emma's experience illustrates, even had Helen achieved her goal of pure acceptance, her emotional needs would still have remained unsatisfied.
Ami had, at the age of 10, become very peer-oriented in the wake of her mother's battle with cancer. Unable to handle the vulnerability evoked by the possibility of losing her, Emily had reacted by pushing her mother away. The void created by backing out of her maternal attachment had become filled with peers. Taş fırsatlarıyla yaza yenilenerek girmek için son günler. Birbirinden şık koltuk These peers now meant everything to her. The aggression expressed in her actions, words, and attitudes followed. Attacking family members is all too typical of peer-oriented children, leaving parents and siblings wounded. In most cases, the attacks will not be physical, but the verbal assaults and emotional hostility can be extremely wearing, alienating, and hurtful. Aggression is one of the most common complaints raised by parents and teachers these days. It was the main concern of the parents of Kristen, Melania, and Sim. While aggression is not always related to peer orientation, the more peer oriented the child, the more likely aggression will be part of the picture. As peer orientation increases in a society, so will childhood aggression. There were 6,000 violent incidents reported by the New York City School Board in 1993 compared with one single violent incident in 1961. The number of serious assaults among Canadian youth have climbed fivefold in the last 50 years, while in the United States it's up sevenfold. The increasing abuse of parents by their children was the subject of the recent Cottrell report to Health Canada. In one survey, 4 out of 5 teachers reported having been attacked by students, if not physically, then by intimidating threats and verbal assaults. When the definition of aggression is expanded to include self-attack, the suicide statistics become very disturbing. Attempts with fatal outcomes have tripled among children in the past 50 years. Suicides among 10 to 14-year-olds have been increasing at the fastest rate. Many adults today are hesitant to confront groups of youths they do not know for fear of being attacked. Such apprehension was virtually unknown a generation or two ago. Those of us who have been around for a while can sense the difference a few decades have made. Media reports of aggression in children abound. The parent teen returns to party with gun, killing three. Youth swarmed by teens in critical condition. Gang of children ages 10 to 13 engaged in violent crimes. Flunked student returns to school, killing teacher. In an October 2002 account of the fatal assault by a group of youths ranging in age from 10 to 18 on a 36-year-old man in Chicago.
The Associated Press quotes a witness as saying, "They were pounding on him with rakes, milk cartons, and bats and hollering, saying, 'Hey, let me use that.' It was like a game to them." With a few weeks of that bloody event, 2 murders by teenagers in the adjacent western provinces shocked the Canadian public. The body of a 39-year-old wife and mother of 3 was found amid the remains of deliberately set fire at the family's home in Maple Ridge, British Columbia. A few hours later, police pulled over a 15-year-old in the dead woman's automobile. He was at the well smoking a cigar. 5 others users were in the car. The teenager was charged with first-degree murder. Notable in this account is the apparent nonchalance of this child murderer in the company of his peers. Violent atrocities by teenagers against one another have become the stuff of headlines. At Columbine High School in Colorado, in Tabor, Alberta, in Liverpool, England, but to focus on the grim statistics and the media stories of bloody violence is to miss the full impact of children's aggression in our society. The most telling signs of the groundswell of aggression and violence are not in the headlines but in the peer culture. The language, the music, the games, the art, and the entertainment of choice. A culture reflects the dynamics of its participants, and the culture of peer-oriented children is increasingly a culture of aggression and violence. The appetite for violence is reflected in the viscerous enjoyment of it, not only in music and movies, but in the schoolyards and the school halls. Children feel hostilities among their peers rather than defeat them, encourage others to fight rather than dissuade them from violence. The perpetrators are only the tip of the iceberg. In one schoolyard study, researchers found that most school children were likely to passively support or actively encourage acts of bullying and aggression. Fewer than 1 in 8 attempted to intervene. So, ingrained have the culture and the psychology of violence become that peers in general express more respect and liking for the bullies than for their victims. The most prevalent forms of childhood and teenage aggression are not the fighters and the assaulters that are the focus of studies or statistics, but the attacking gestures, words, and actions that are the daily modus of interaction among peer-oriented kids. The attacks may be emotional, wanted in hostility,
antagonism, and contempt. They may be expressed in rude gesture of the rolling of the eyes or in words through insults and put downs. The attack can be in the tone of voice, in a mocking gesture, in the glare of the eyes, in the posture of the body, in the sarcasm of a comment, or in the coldness of a response. Aggression can be directed toward others or expressed through pantomimes and fits. It can also be directed toward oneself in self-deprecation, like "I'm so stupid," self-hostility, like "I hate myself," hurt, head-banging, self-harm, and suicidal thoughts and impulses. Attacks can be directed toward existence itself, such as "I'm going to kill you" or "I'm going to kill myself." Attacks on existence can also be psychological, as in ostracism, in pretending that another does not exist or refusing to acknowledge someone's presence. The list is endless. In other words, the essence of aggression transcends the blatantly violent forms that have become the subject of the widespread but futile zero-tolerance policies currently being adopted in schools and other institutions that deal with large numbers of children. Given the pervasive nature of aggression, zero tolerance is shallow in concept and impossible to realize in practice. Aggression, like love, is in the nature of the underlying motivation. What moves you? In the case of aggression, it is the impulse to attack. Where does all this aggression come from? What is driving children's aggression to new heights? Why are peer-oriented children so prone to violence? The answers lie not in the statistics, but in understanding what the roots of aggression are and how peer orientation nurtures these roots. Only by making sense of aggression can we truly make sense of its escalation in the world in which our children live. Peer orientation is not the root cause of aggression. Toddlers and preschoolers and other children who are not the least bit peer-oriented can be aggressive. Aggression and violence have been part of human history since the beginning of time. Aggression is one of the oldest and most challenging of human problems. Peer orientation is relatively new, but peer orientation powerfully stokes the fires of aggression and foments it into violence. Okay. Bu kadar olsun mu?
用自己的语言。费曼技巧的另一个这一点比用简单的语言表达更为关键和奇妙，因为只有当我们使用自己的语言去解释所学时，才会真正调动自己原有的知识，才能将松散的信息编辑成精密的体系和网络，甚至创造新的认知。换言之，用自己的语言重新表达，就是在调动自己的千军万马。遗憾的是，很多写作者并不重视这一点，一直长期停留在知识陈述层面，无法达到知识转换层面。比如，一些人读完一本书后，把传输的框架和观点罗列一番，就认为完整写作输出了。这其实远远不够，顶多算是把别人的知识挪了个地方。你只是多了些军马，但并不能调动他们，这是无用的。好的写作肯定要用自己的语言将所学之物重新解释，尽管这样做比较难，尽管一开始肯定做得不好，但它必定能让你迈进深度学习的殿堂，飞速进步。我们再回顾一下前面提到的王云武先生自学英语的方法，从中可见，用自己的语言表达或重新解释的方法就是深入学习。对深度写作来说，这也是一种利器。肯定会有人提出这样的问题：很多观点早就被前人写过了，自己再写一遍也无法超越他们，这样做还有什么意思呢？关于这个问题，可以学习书的作者 Scholars 曾这样回答：你自己想明白的是从你的体系中萌芽生长出来的，而从书上看到的非常容易停留在做个笔记、画个线、涂个手会画个图，画个圈，自以为懂了的层面。不要害怕，书上早就写了，我们每个人都可以在这个世界上刻画出一条与众不同的轨迹。所以，一个人想要真正成长，一定要学会写作，因为只读不写的学习是不完整的，是低效的。而写作时如果不学会用自己的语言转述，则是无用的。正因为如此，我们最终都应该成为一位教授者。这不是为了获取讲师的身份，而是为了自己能够学得更好。因为教才是最好的学，教授他人会逼迫我们通过自己的语言，用最简单的话把一件事情讲清楚，甚至让外行人也能听得懂。而写作的优势就在于，它可以让我们在磨练这项职能的路上不断调整、反复修改，直至自己满意。谢谢你，费曼先生。某天，我的连金成平先生
要请我去看他新装修的别墅。走进别墅的那一瞬间，我突然意识到，写作和房屋装修其实是一回事。房子的结构就像我们的思想，而房子的装修就像我们的表达。用简单的语言表达可以让人舒适，用自己的语言表达可以体现个性。当人们走进修饰而个性的房子时，就愿意待在里面，进而去关注它那合理巧妙的结构布局。否则，一间屋子就算结构再合理，走进去却是毛坯，估计没多少人愿意待在里面。我好像又找到了一个不错的类比，但是和费曼先生相比，肯定还有很大差距。如果你有兴趣，记得去读一读，别读了费曼先生一书，你会了解一个别样的费曼，智慧、率真、热烈、不羁，一半是天才学者，一半是话剧演员。他总是能在别人意想不到的地方打破众人的期待，让人捧腹，让人动容。我坚信那样的生命值得被了解，非常庆幸自己与他产生了交集，也谨慎他留下了这个充满智慧的概念——费曼之桥。所以，借此机会，我想说一声谢谢你，费曼先生。Yeter.